O'zbekiston Markaziy Osiyoda birinchi. 2026-yil Singapur aviashousida Embraer O'zbekiston Respublikasi C-390 Millennium harbiy transport samolyotining xaridori ekanini rasman e'lon qildi. O'zbekiston Markaziy Osiyoda C-390 Millenniumni qabul qilgan birinchi davlat bo'ldi. C-390 Millennium asosan transport va gumanitar missiyalar uchun mo'ljallangan bo'lib, O'zbekiston harbiy havo kuchlarining imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. Asosiy ko'rsatkichlaridan biri 26 tonna yuk ko'tarish quvvati mavjud. Maksimal tezlik taxminan soatiga 870 km ni tashkil etadi. Samolyot yuk tashish, tibbiy evakuatsiya, qidiruv-qutqaruv va gumanitar operatsiyalarni bajarishi mumkin hamda vaqtinchalik uchish-qo'nish yo'laklaridan foydalana oladi. O'zbekiston armiyasi eng kuchli armiyalardan deb hisoblasangiz, like bosishni unutmang.